Abduqodir Husanov yana maydonga tushdi. Tursunovdan esa gol. Video ko'proq futbol muxlisiga yetib borish uchun repost tugmasini bosib sahifamga obuna bo'ling. Men esa legionerlarimiz haqidagi so'nggi yangiliklarni berishda davom etaman. Abduqodir Husanov Premyer Liga 17-turi doirasida West Hamga qarshi bahsning 67-daqiqasida zaxiradan o'yinga qo'shildi. 28 daqiqa davomida himoyachimiz xatosiz harakat qildi. O'yin davomida Husanov 37 bor to'pga tegdi. 34 ta pasdan 32tasi aniq, 2 bor uzun uzatma berdi, ikkisi ham manzilga aniq yetib bordi. Doston Tursunov Gonkong Kubogi chorak finalda gol kiritdi. Golden Cityga qarshi o'ynagan Liman klubi 3-0 hisobda g'alaba qozondi va yarim finalga yo'l oldi. Jamoasining ikkinchi golini hamyurtimiz o'z nomiga yozdirib qo'ydi. Tursunov Liman safida hozirgacha jami 9 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 1 ta golli uzatma berdi. Birlashgan Arab Amirliklari chempionati doirasida Banyas Xorfakkanga yirik 0-3 hisobda yutqazdi. Otabek Shukurov bir bo'lim harakat qilgan bo'lsa, Akmal Mazgavoy 85-daqiqada zaxiradan o'yinga qo'shildi. Turkiya chempionati Rizespor safarda Beshiktoshga 0-1 hisobida yutqazdi. Husniddin Alqulov zaxirada qoldirildi. Legionerlarimizda hozircha shunaqa gaplar.